Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu programısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalıq məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishga irada bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq. Muntazam ma'rif tərbiyəsi almağan Edisonның fən kəşfiyyat işlərdə qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturmuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamıda qat'iy irada bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda, qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib, elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilchi ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovor bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Professor Bak tamaq yegach, gap qo'lab Edisondan qiziqarli qilib so'radi. Baya siz generator ustida pal selib ko'rdingiz. Natijasi qanday bo'ldi? Qadinaslardan bo'lib qoldik, dedi Xualaysmi. Hargiz tortinmang. Qanday kamchilik ko'rgan bo'lsangiz, tuzatishim uchun ko'rsatib bering. Edison bir pas o'ylanib olgandan keyin kulib turib. Nima desam bo'larkan? Mening olgan umumiy ta'sirotim sizning butkul ishingizning yo'linishi ancha to'g'ri emas qiladi, dedi. Ishingizning yo'linishi to'g'ri emas demsiz? Nihoyat ro'shanki, Xualays uning gapini tushunmagan edi. Shundaq, ishingizning yo'linishi to'g'ri emas. Sizning mang'iningiz yanada burunqi yo'q. Bir dona tok chiqarish mashinasiga bir tal sim tortib, necha tal chiroq yondirish. Meningcha bu yo'lda mengayveradigan bo'lsangiz, umr bo'yi bir boshqa chiqolmaysiz. Xualays texmi gangirib qoldi. Edisonning so'zlari g'alati to'yilgan professor Bak taqatsizlanib so'z qatdi. Qandoq sizga bir boshqa chiqolmaydiganligini tushuntirib beqing. Mening demoqchi bo'lganim nihoyat oddiy. Bu koni usulda ketavergan bilan hech qanday ilgirlash maydonga kelmaydi. Shunga tajriba saboqlarini qabul qilib, yo'nalishni o'zgartib, tok eqimini bir qancha tarmoqqa bo'lishdan iborat yo'lda menish lozim. Uning bu so'zlarini anglab, hammaylan hang etib qoldi. Xualays qo'shilmasini turib, bir haza o'ylangandan keyin, tok eqimini bir qancha tarmoqqa bo'lish demsiz? Unda qilish qanday mumkin? Bu so'zingizning ilmiy asosi yo'q-ku deyman, dedi professor Bak qo'lini qattiq silkib. Bechli lamjim demay qadinas do'stiga gumon nazar bilan qarab turardi. Edison ularning hang-tang qolganligini ko'rib, kulib dedi. Ağzımga kelganni so'zlab sizlarni gangirtib qo'ydim. Bu gapni qo'yib turayli. Men deganlarning bo'lish bo'lmasligini, ilmiy asosining bor yo'qligini keyingi amaliyot isbotlasin. Rostini aytganda, buningda Xualaysdan, Bechlidan, professor Bakdan og'rinqil bo'lmaydi. Chunki ayni zamondagi tok ilmining saviyasi nihoyat to'van edi. Tok eqimini kichik tarmoqlarga bo'lish masalasi mayli kitoblarda, mayli konkret amaliyotda bo'lsin, haqiqatan ko'rilib baxmagan masala edi. Bu butunlay Edisonning dadil qiyosi. Uningdagi kuchli ta'sirot shu ediki, shu chog'dagi tok kuchi bilan yoritish ishida bor bo'lgan fanniy bilim to'liq qo'llanilmagan edi. Masalan, tok eqimining o'rinlashtirilishini olsak, nima uchun uningga gaz mangdirganga o'xshash bosh konubka, tarmoq konubka o'rnatib, uni tarmoqlarga bo'lib hamma oilani elektr chiroq yiqish imkoniyatiga ega qilg'ili bo'lmaydi. Edisonning tasavvuri uchun naq ilmiy asos topqili bo'lmasin, lekin uning ko'p yil radist bo'lib, tok yo'l bilan uzoq hafilashgan tajribasiga asoslanganda, uning tasavvurini ishga oshirish mumkin edi. Tamoq yeyilib bo'lib, ilmiy tadqiqotga doir ishlar ustida yana bir pas parang qilishgandan keyin professor Bak sohibxonga rahmat deyib qo'shlashdi. Xualays mehmonlarni ustib etib Edisonga: "Anglashimcha, sizmi yaqindan bo'yan tok bilan yoritish ishiga kaskin yurish qilib etibsiz. İnşallah natijalaringiz bo'lsa o'tirg'i chiqarsangiz.
ko'pchilik nazar doiramizni kengaytgan bo'lsak, dedi. Uning og'zi qulqiga yetgan bo'lib, so'zlaridan nihoyatda ma'mandonlik chiqib turadi. Edison mo bo'sh kelmadi. Yerim chaqchaq, yerim rost holda mundoq dedi. Nihoyat xijilman. Hozircha men sizning shonliq natijalaringiz bilan selishtirg'udak hech qanday bir narsa ishlay olmadim. Biroq men dodillik bilan ayta olaymanki, tok orqali yo'ritish jengida cho'qim boturlik bilan olg'a bosman. Hargiz chekinmayman. Bu chaqda kechki shafaq o'chib, kechining ham qora, ham qalin pardasi zamin ustiga yepilgan edi. Edison beshini ko'tarib, ko'z oldidagi qorong'ulikqa qarab, o'z-o'ziga: agar hamma oilada elektr chiroq yonsa, nima degan yaxshi bo'ladi ha deb pichirladi. Edison Monroe bog'chisiga qaytib kelibla, butun ishchi xizmatchilarni tok orqali yo'ritishdan iborat bu qo'rg'onga dag'dug'i bilan hujum qilishga safarbar qildi. Jangni boshlashdan burun strategiyani belgilash kerak. Tajriba, kashfiyotdimi hargiz qarg'ularcha ish qilishga bo'lmaydi. Edison saylan biletini xotirlash mashinasida mag'lub bo'lgandan keyin mundaq bir umumiy ish prinsipini, ya'ni mayli qandoq kashfiyot bilan shug'ullansin, oldi bilan uning ilmiy iste'mol qimmatini, ya'ni ommaning ehtiyojiga muvofiq kelishni ham imkoniyatning boricha ommaga tegadigan iqtisodiy nafni nazarda tutish prinsipini o'rnatgan edi. Bu prinsipni chiqish nuqta qilganda o'zi kashf qilmoqchi bo'lgan elektr chiroq hech bo'lmaganda gazvoy chiroqqa o'xshash oddiy, hamma yerga tarqalgan, uyning ichi sirtini yo'rita oladigan bo'lishi kerak edi. Bu chiroqning tuzilishi abjil, bahosi arzon bo'lib qolmasdan, balki ovoz chiqmaydigan, ses purmaydigan, is chiqmaydigan bo'lishi, kishilarning tan salomatligiga qilchi yomon ta'sir bermasligi kerak edi. Bunchavala ko'p talabni qandoq o'rinlash kerak? Birinchi qadamda yanala material tepib, kishilarning qimmatli tajribalaridan foydalanish kerak edi. Elektr chiroq jihatdagi materialni hayt oz bo'lsa-mu, uning ko'nglida son bo'lg'achqa, hozircha yana material izlashning hojati yo'q edi. Gazvoy chiroqning tarixi uzun bo'lg'achqa, bu haqda nurg'un material to'plangan. Shunga mushu materiallarni tepish kerak. Shunga u gazvoy chiroq sohasida izlandi. Gaz inshoatiga munosabatlik nurg'un kitob, material ko'rdi. Uning ishlatgan xotir daftarini hisoblaganda, daftar bo'yicha 20 daftar, varaq bo'yicha 40 ming varaq yetadi. U gaz inshootining mashg'ulot tartibini tadqiq qildi. Ko'mirni gazga aylantirganda ketadigan xarajatni hisoblab chiqdi va uni ko'mir qalash orqali tok chiqarish tannarqi bilan selishtirib ko'rdi. Yana gazning xo'rash miqdorini hisobladi. Fasl xususiyatiga, jo'grafiyalik sharoitga asosan har xil sxemalarni ishlab chiqdi. Qisqasi, u bu materiallardan foydalanib, kishilarni ta'minlash uchun gaz chiroqdan oddiy ham arzon, yaxshi bir xil elektr chiroq loyihalamoqchi edi. Bir gaz inshooti mutaxassisi uning ratlagan materiallarini ko'rganda ixtiyorsiz barkallaydi. Dunyoning gaz sanoatini Edisondan pishiq biladigan odamni izlasang, dunyoni bir aylanib chiqibmi, bir nechini topolmagan bo'lading degan. Edison umumiy jihatdan o'rinlashtirib bo'lgandan keyin orqadanla har qaysi nuqtalarga hujum boshladi. Avval hal qilishga tegishli masala. Cho'g'langan chiroqqa muvofiq keladigan, issiqlikqa chidamli bir xil material tepish edi. Edison oldi bilan yanili ko'mirni sinoq qilish qaroriga keldi. Lekin uning natijasi avvalgiga o'xshash bo'lib, u qarg'a kelmadi. Edison uzilib ketgan ko'mir simni qo'liga elib, beshliga: "Qara, bu qarg'a kelmadi. Ko'ydirish bilan uzilib ketdi. Biroq bizmi quruq qolmadik. Mushundaq qilib, ko'mir simning yo'riqlik chiqarishiga zodi qanchalik tok kuch ketadiganligini har holda bilib oldik", dedi. U so'zligach, yana hiliqi aynak ko'mzakni elib, u yon o'rib, bu yon o'rib, birdilla: "Balkim aynak ko'mzakning ichida havo bo'lishi mumkin. Havoda oksigen bo'ladi. Oksigen ko'yishga yordam berdi deb o'yladi-da, aynak ko'mzakdagi havoni chiqarib etib, qaytadan sinoq qilib beqish uchun darhol beshlikni chaqirib, o'zlari yasig'an havo sumirish mashinasini aklishga buyurdi. O'ylab baxmamsiz? Ko'mir degan bu narsa nihoyatda churuk keladi. Uni inchki sim qilish u yoqda tursin, bilakdak tom ko'mirnimi birni ursa sunib ketadi. Uning ustiga uni texi aynak ko'mzakning ichiga qochilash,
Komzakning og'zini metall tapanga ulash kerakdi. Shunga bu ishni nihoyatda tujubulab, mohirlik bilan ishlashga to'g'ri keladi. Yip yangi bilan tozning suratini kashflashmi bunchalik qiyin bo'lmas kerak. Mana Edison bilan Beshlining biri aynak komzakni, biri ko'mir sim o'rnatilgan tapanni tutib, ehtiyot bilan bularni komzakning ichiga qachirmoqda. Salbiy parvoli qilib edi. Mana uzildi. Ular ashundoq qilib ming taslikda ko'mir simni aynak komzak ichiga qachilab, komzakning og'zini atgan bo'lsa-mu, lekin o'rtildatib havoni sirtqi sumirayotgan chaqda bak kuchab ketgachga ko'mir sim havoning zarbasi bilan yana uzilib ketdi. Ular birsi uzilsa yana birini almashtirdi. Yana uzilsa yana almashtirdi. Bu bangbash simni bo'ysundirganga qadar shu tarzda ishladi. Lekin sinoq natijasi qanday bo'ldi? Yaxshilik bir oz yaxshi bo'ldi. Biroq 8 minutgacha yo'ribla o'chib qoldi. Kech kuz kunlari edi. Bir tal seriq yupurmoq. So'g'uq shamol bilan birga derizdan uchib kirdi. Necha qurg'oy parvoz qilib, yenik qanot qiqib ularning oldiga qo'ndi. Beshli o'rindiqda o'ltirib, yengishibla hiliqi yupurmoqni oldida ulug' kichikdan. "Hay, yana bekor avar bo'ldik-da", dedi. Edisonni ittik tortib olib, uni uvlagan peti sirtqi kuchab etib yitib. "Bekor avar bo'ldik" degan nimasi? Top to'g'ri 8 minut yurdi. Uning ömrü oldingisiga qaraganda necha hasi uzardi. Bu vakuumning cho'g'langan lamp uchun nihoyatda muhim ahamiyati borligini ko'rsatdi, dedi. Bir ig'iz gap Beshlini qoyil qildi. U beliqdek piltinlab o'rindiqdan irg'ib turdi-da va kulib, "Kim bizni avar bo'ldi debdi? Men ava inchki ko'mir simning bizni bir munch avar qilib, oxiri hech nimaga yarmag'ini deyman." Edison uni bir olib qo'yib, "Qara sening og'zingni. Bir turib undaq, bir turib mundaq deb o'zgarib turdi ekan." "Shundoq bo'ldi-ku", dedi Beshli qaqaqlab kulib. "Xuddi siz doim aytib kelayotgandek, har bir sinoqda bir natija qo'lga keladi." Edison Beshlining kulgisini do'rab. "Bo'ldi qila. Bu yerda to'l gap satmay. Tez berib aqoltun akelgin", dedi. "Nima? Ko'mir ishlatmamdiq?" "Ha, oltinni ishiltib ko'rib baqayli. U erish nuqtasi eng yuqori metal. Boshqa materiallardan yaxshiroq bo'lishi mumkin", dedi Edison pixildab kulib. Ko'zlaridan umid uchquni chaqnab turadi. Uzun o'tmay Beshli material ombirdan aqoltun akeldi. Edison nihoyat ruhli holda aqoltunni bir necha qitim sinov qilgan bo'lsa-mu, lekin buning natijasi-mi alohida bo'lmadi. Bu-mu bo'lmasa, u-mu bo'lmasa, qanday qilish kerak? Edison sigaretini chekkan peti o'yga cho'mdi. Aqoltun 3191 gradusda eriydi. Erish nuqtasi metallar ichida eng yuqori bo'lsa-mu, lekin yanada chidashlik berolmay ko'yib ketdi. Ahvoldan qaraganda, yolg'iz issiqlikqa chidamliq material ustida bosh qatirishla kifoya qilmadi. Hamda lampochka qurilmasi ustida bosh qatirish kerak. To'g'ri, boyqisi eng yaxshi misol. Aynak komzakning ichidagi havo chiqirib etildi. Umri bir necha hassa uzartildi. Aqoltunning ko'yib ketishi butunlay temperaturaning odatdan yuqori bo'lib ketganligidan bo'lgan. Aynak komzakning ichiga qandaqdir issiqlik o'tkazadigan narsa o'rlashtirib, aqoltun sim qabul qilgan yuqori temperatura tarqitib etilsa, uning umri texmi uzarmamdi. Edison o'ylab mushu yerga kelganda, xotir daftardan bir varaq qog'ozni yirtida qerindosh elib, loyiha xotirasi sızmoqchi bo'ldi. Faqat issiqlik o'tkazadigan narsani bekitishga to'g'ri kelsa, bu narsani qayerga bekitish kerak? Qandoq bekitish kerak? Uni nimadan yasash kerak? Bu masala butunlay hal bo'lmay turib, bu loyiha xaritasini qandoqmi sizg'ili bo'lsin? U tishini tishlab, qerindoshni ustalning ustiga tashladi-da, qo'llarini uvlagan peti o'rindan turdi. Beshini tuman selib, uyda u yondan bu yonga mengishga boshladi. Birdamdan keyin to'xtab to'g'risiga qaragan peti turib qoldi va ko'ngliga bir dit kelgandan keyin ustal yonida o'ltirib yezishga boshladi. Birinchi, ikki tal oq oltin simni eshib, aynak ko'mzak ichiga qator o'rlashtirib, tok o'tkazish uchun ikki simning o'ttirisiga bir tal to'g'ri sim o'rlashtirish. Ikkinchi, tanshugich uchun oq oltin simdan bir xil tayoqcha yasash. Uchinchi, tangshugichning bir uchi muqim o'rintiladi.
bir uchi to'g'ri tayoqchi bilan tutishib T shaklda bo'ladi. Edison mengisini, ko'zini, qo'lini tang ishqa selib, toza yezayotganda xizmatdoshi kirib, "Edison apandi, bir necha axborotchi siz bilan ko'rishgili kelibdi", deb xabar qildi. Edison qo'shumisini turib, xetini yozg'ach, "Mehmonxonada o'tirib tursin, hozir chiqaman", dedi. Edisonning hiliqi xizmatdoshi ma'qul dedi-da, burilib binodan tushib ketdi. Edison tushuntirishni tez-tez yezib oldi. Ondan qalamini yana ishqa selib, bir parcha loyiha xaritasini sizib, beshligiga berib, "Tayyor qilib qo'ying. Mushu xarita bo'yicha tajriba qilib boqayli", dedi. Mehmonxona binoning ostinqi qavdida bo'lib, cho'ng emas, hech qanday ko'rkam jihozlar yo'q edi. Mehmonxonaning butun saramjonlari bir dona uzunchoq ustal va ustal atrofiga qo'yilgan 8 dona o'rindiqdan iborat edi. Ustalga qo'yilgan bir tashtak Juyxua guli mehmonxonaning birdan-bir zinnat bo'yimi edi. Patifon dunyoga kelgandan bo'yan bu kichikgina mehmonxonada sonsizlagan mehmonlar qabul qilindi. Monro bog'chisidagi sehrgarning har bir so'zi, har bir harakati butunlay degidak axborotchilar xabar qiladigan yaxshi material bo'lib qolgan edi. Axborotchilar xabar qiladigan obdanroq bir narsa tepish ko'yda quloqlarini din qilishib, hadab bu yerni yaqilab turadi. Edison mehmonxonaga kelib bir qarabla, ularning Nyu-Yorkdagi 3 cho'ng gazetxona, Avangard gazeti, Quyosh gazeti, Munbar gazetidan kelgan 3 muxbir ekanligini tonidi. Ularning oldiga berib, ular bilan bir-birlab qo'l elishib ko'rishdi va xijillik bilan, "Kechiringlar, uzun saqlatib qo'ydim", dedi. "Sizni xizmatingiz aldirash", dedi Quyosh gazetining muxbiri kulib. "Biz doim kelib sizni avar qilyapmiz. Kechiring degan bu so'zni albatta biz desak muvofiqroq bo'ladi." "Butunlay to'g'ri", Avangard gazetining muxbiri qalam xotir daftarini chiqardi. Ondan, "Bugun biz sizning elektr chiroq to'g'risidagi tadqiqotingizning ahvolini o'qish uchun sizni ziyorat qilib keldik", deb gapni ochiqla aytdi. Edison o'rindiqlarni tortib, ularni o'ltirishga taklif qildi. Ondan darhol javob berdi. "Mening o'ylayotganim nihoyat oddiy. Ya'ni tok eqimini nurg'un tarmoq yo'llarga bo'lib, hamma yerga tarqitish. Hozir bir dona tok chiqarish mashinasi bir vaqtda 10 chiroqni yo'rita oladigan bo'ldi. Bu fan texnikadagi nihoyat cho'ng muvaffaqiyat. Men uni yana bir qadam ilgariladim. Bir mashinani bir vaqtda 1000 yoki 10 000 chiroqni yo'rita oladigan qilish chorasini izlayapman." Edison mushundoq deyish bilan o'zining butun maqsadini ifodalab berolmaydiganligini his qildi-da, yana qo'shimcha qilib, "Albatta, bu texi bir mo'lchar. Amaliyotda balkim bu son bilan cheklanib qolmay, uningdan zo'r darajada eshib ketishi mumkin", dedi. "Tok kuchidan foydalanishda", dedi Quyosh gazetining muxbiri, "sizning texini yaxshi qarshingiz bor ekan deb angladim. Shundaqmi?" "Men bir tal tok simidagi tok eqimidan", dedi Edison o'ylanib turmaydi. "Yo'ritish uchun foydalanib qolmay, balki uningdan harakat energiyasi va issiqlik energiyasi elishni o'ylayapman. Harakat energiyasidan foydalanganda lift, kiyim tikish mashinasi, tok bilan harakatlanadigan har qanday mashinani harakatlantirgili bo'ladi. Issiqlik energiyasidan foydalanganda bo'lki pishirg'ili, say qo'rg'ili bo'ladi deb qarayman." Munbar gazetining muxbiri bu gaplarni anglab kulib ketdi va "Agar deganingizni rostlik kashf qilib muvaffaqiyat qozonsangiz, pul deganni qaltis topsiz-da", dedi. Edison uninga mansitmagan nazar bilan qarab qo'yib, "Men faqat qadimimni cho'ngroq, tezroq tashlab, kuchimning boricha olg'a besishni umid qilaman", dedi. Munbar gazetining muxbiri xijil bo'lib qoldi. Go'shtlik yuzining terisi qilin bo'lsa-mu, bir oz izotarti bo'lg'ay, beshini ko'tirmay xotir yozgan bo'lib oldi. Qarashqimni petin olmadi. Mehmonlar bilan Sohibxon bir pas jim bo'lib qolishdi. Kayfiyat jiddiylashib qolgan edi. Bu qatmal vaziyatni yanili Quyosh gazetining muxbiri buzib, mundaq dedi: "Edison apandim, biz elektr chiroqqa doir har xil masalalarni tafsiliy bilishni xohlaymiz. Masalan, chiroqning yorug'ligi, iqtidori, ishiltish usuli qatorliqlar." Ro'shanki, xo'jayin bundaq savollarga xo'shallik bilan tafsiliy javob beradi. Shunga uning chiroyiga darhol kulki yugurdi-da, o'zining ajoyib elektr chirog'i haqidagi voqeani
mehmonlarga xuddi cho'chak aytib bergandek tunishtirib o'tdi. U muxbirlarga mundoq dedi: "Bu chiroqni gazvoy chiroqqa o'xshash kichkina konubga boshqurdi. Yoqaman deganda yoqqili, o'chirman deganda o'chirgili bo'ladi. Nihoyat oson. Uni yondirishga sarangi ketmaydi. Uningdan o't chiqmaydi. Goj-goj ovozmi chiqmaydi. Ham odamni bezor qiladigan ismi chiqmaydi. Uning yo'riqi oppoq ham turoqliq bo'lib, kishilarning salomatligiga nihoyat muvofiq keladi. Yo'riqni markazlashtirish uchun gazvoy chiroqqa ishlatilgandek har xil qalpoqlarni kiydirib qo'yg'ili bo'ladi. Uni shamol o'chira olmaydi. Bu chiroqda gazvoy chiroqdek portlash, turibli o'chib qolish ishlari ko'rilmaydi. Uning ustiga uni xohlagan joyga o'rlashtirg'ili bo'ladi. Zarur tepilganda uni dum qilsimi bo'laverdi. 3 muxbir anglag'ach xotir yezishdi. Pat-pat boshlarini ko'tarib, Edisonga ajablanib qarab qo'yishdi. Ularning hamisha qiladigini axborotchilik bo'lib, doim yangi narsalarni o'qib tursimi, bugünkidek materiallarga yo'l qo'yish ular uchun tunji qaytim edi. Sohibxon so'zlab bo'lishi bilanla Munbar gazetining muxbiri yana jonlanib, beshini lang'ishtirib: "Yaxshi ekan. Hikoya cho'chaklardagi hikmatli chiroqmi bunchalik qaltis bo'lmasa kerak?" dedi. Ondan izzat ikrom bilan: "Edison apandim, mening o'rinsiz bir taklifim turdi. Aytsam bo'larmi?" dedi. "Aytavering. Agar mumkin bo'lsa, nazar doiramizni kengaytirish uchun elektr chiroq tadqiqotingizni ko'rib baqsaq." U Edisonni lapatdi deb bir oz gumonlanib, o'z ko'zi bilan ko'rib baqmoqchi bo'ldi. Edison xushxo'ylik bilan kulib: "Bo'ladi, butunlay bo'ladi. Bu yerda hech qanday narsa maxfiy emas. Mayli kim bo'lsin, xohlagancha ekskursiya qilsa bo'laverdi", dedi-da o'rnidan turib ketdi. Edison mehmonlarni binoga boshlab chiqdi. Tajribaxonaga elib keldi. Tajribaxona uzunchoq cho'ng uy bo'lib, ikki chetga bir necha ish ustuli qator qo'yilgan. Ustallarda har yangi tajriba buyumlari do'linib ketgan edi. 4 tamga yog'och jihozlar o'rinlashtirilgan bo'lib, jihozlarning ustimi to'ra uskunlar bilan to'lib ketgan. Edison mehmonlarni bir ish ustulining oldiga boshlab keldi-da, "Bechliydin. Tayyorlik bitdimi?" deb so'radi. "Hamma tayyorlik bitdi", dedi Bechli va bir tarafga tanshugich o'rinlashtirilgan oq oltin simliq aynak ko'mzakni Edison uzatdi. Edison uni qo'liga ilib bir qitim tafsiliy tekshirib chiqdi. Ondan uning barliq tuzilishini mehmonlarga tafsiliy tunishtirib, oxirida: "Texi ishonch yo'q. Shunga buningda ilgirlash bor yo'qligini sinab ko'rib baqayli", dedi. 3 muxbir bu ajoyib ko'rinishni ko'rolmay qolmayli deyishib, ko'zlarini mirt qilmay chakchaytginicha qarab turardi. Monro bog'chisidagi bu sehrgar bir qo'lida aynak ko'mzakni ko'tarib, yana bir qo'lidagi 2 tal to'ksimni asta bir-biriga tutashtirib edi. Hayt-huyt deginicha aynak ko'mzakda ko'zni chaqnatadigan nur paydo bo'ldi. Ko'zni chaqnatadigan bu nur oppoq ham turaqliq edi. Muxbirlar aynak ko'mzakni tutib ko'rishib edi, qo'llari faqat ko'ymadi. Demini ichiga yutib, jim turib tinglashgan edi, uningdan hech qanday ovoz anglanmadi. Kuchab to'lishib edi, uning o'ti lipildabmi qo'ymadi. Edisonning mehmonxonada aytganlar bilan butunlay o'xshash bo'lib chiqdi. Hammaylan butun diqqat bilan sinjilab qarashdi. Hech kim lam-jim demadi. 1 minut, 2 minut, 3 minut, toki 8 minutdan ko'proq o'tganda yuqori haroratda tanshugich qizib ko'yib ketdi va bara uzirib, oldidagi to'g'ri yog'ochni ittiribdi-da, uning eshilgan sim bilan bo'lgan munosabatini uzibdi. Shuning bilan tok yo'li uzildi. Elektr chiroqmi o'chdi. Munbar gazetining muxbiri aldirangu bo'lg'achqa chiroqning o'chganini tajriba oyoqlashdi. Ish utuqliq bo'ldi deb qarab chavaqchilib barkalla aytish uchun qo'llarini ko'tarib, og'zini echiyotganda Quyosh gazetining muxbiri uni noqib to'xtatib qo'ydi. U texi yaxshi degan so'zni og'zidan chiqarmayla, sovugan tanshugich kichik to'g'ri yog'ochni o'z o'rniga surib, uni ashmisim bilan tutashtirib edi. To'q yo'li qaytadan tutishib, oq oltin sim qaytadan yo'riq nur chiqardi. Bo'ldi. Edison 2 tal simni ajirtib etdi-da, aynak ko'mzakni ustalga qo'yib: "Apandilar, ish mana shundoq. Tanshugich o'rlashtirilsa, oq oltin simi uzilib ketmaydi. Lekin chiroq lipildabli turdi. Uning pat-pat dam elib oladigan mijozimi bor", dedi. "Mayli qandaqli bo'lmasin, siz kishini hayron qoldirarlik muvaffaqiyatga erishibsiz", dedi Quyosh gazetining muxbiri.
Yo'q, bu texi ishning boshlanishi. Bundaq lampochkani yasash uchun uningdagi qumlarni chiqarib etishga texi xeyli uzun vaqt ketadi. Bir necha oy yoki bir necha yil vaqt ketadi, dedi. Qumlarni chiqarib etish demsiz-a? Quyosh gazetasining muxbiri bu gapning ma'nosini uqolmay hayron bo'ldi. Mening demoqchi bo'lganim, kashfiyot bilan shug'ullanishmi oltin chayqashga o'xshaydi. Agar oltindagi qumlar pokiz chiqarib etilmasa, sap oltin elishning o'zi quruq gap. Shu kuni 3 muxbir qaytib beribla darhol qalamlarini ishqa silib, bir-birininkini to'liqlashib, o'z mahoratini ko'rsatib, 3 parcha ziyorat xotirasi yozib, ertasidagi gazetga e'lon qildi. Buning ichida Quyosh gazetining muxbiri sal kuch sarf qilgan. U butun ziyorat jarayonini jonliq va tafsiliy xabar qildi. Maqolaning oxiriga mundaq deb yozdi. Qarab turinglar. Uzun o'tmay Edison apandi par bilan harakatlanadigan bir necha to'q chiqarish mashinasidan foydalanib 500 ming chiroqni yondirib, butkul Nyu-Yorkni chaqintib etdi. Kecha bilan kunduzni farq etgili bo'lmaydi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tanishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun bu yerda oxirlashdi. Davomini Atkisan programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay olmagan do'stlar bo'lsa, stansiyamizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni hwchekit.com toriga kirib, qayta anglasanglar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda. Tekrar anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da. Urumchi vaqti 22 da davomli huzurlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayat Anvar. Muharrir Ilhom Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atkisan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.